al-Buxoriy. Uni shayton vachcha degan tillar qanday qilib abadiy sukunatga g'arq bo'ldi? Buxoro xarobalarida yashiringan so'nggi otashparastning fojiasi nima bilan tugadi? Buxoroning sovuq qishi. Muhammadning do'sti Ilyos kutilmaganda g'oyib bo'ldi. Uni qidirgan yosh Muhammad masjid orqasidagi qadimiy otashparastlar xarobasiga kirib qoldi. Zulmat va asrlar changi. Muhammad Ilyos deb chorlar ekan, burchakda yotgan isqirt cholni ko'rib qoldi. Bu islomdan nafratlanib, kimsasiz xarobada jon berayotgan so'nggi Zardushtiy edi. Chol Muhammadni ko'rishi bilan bor nafratini sochdi. "Yo'qol, sen ham xoinmisan? Qoch!" Muhammad unga rahm qilib, najot qo'lini cho'zdi. Ammo chol uning oppoq qo'lini urib yuborib chinqirdi. "Yo'qol, shaytonvachcha! Baribir Axuramazdaga xiyonat qilmayman." Muhammad g'azablanmadi. U bildiki, kibrga botgan inson o'lim yoqasida ham najot nurini ko'rolmas ekan. U cholning nafaqat jismi, balki ruhi ham halok bo'layotganini tushunib, mahzun holda xarobani tark etdi. Tashqarida Ilyos so'radi. "Nega mahzunsan?" Muhammad haqoratni aytmadi. U birovning aybini yoyishni istamagan pokiza tarbiya egasi edi. U shunchaki ichkarida bir bechora yotibdi, ahvoli og'ir dedi xolos. Ko'p o'tmay o'sha mag'rur chol kimsasizlikda vafot etdi. U o'ziga uzatilgan so'nggi shafqatni rad etgan edi. Muhammadning mahzunligi esa yillar davomida uning qalbini tark etmadi. Ammo bu Muhammadning eng katta sinovlari emas edi. Ustozi Rohavayh uni ko'rib nima degan edi? Va 18 yoshida yozgan kitobini ko'rgan Amir nega nutqi qaytgan edi? Batafsil keyingi qismda bilamiz. O'tkazib yubormaslik uchun zudlik bilan obuna bo'ling.